Rul faqat ushab, rulni burish uchun emas, rulni ushab turib, o'zingizga diagnoz qo'yishni o'rgatib qo'yaman. Ko'ring. Turgan joyda rulni oxirigacha burasiz, reski qo'zg'alasiz, tashqari tarafdan qarsillagan do'sh kelyapti. Bu narujniy granata. Agar siz 50, 60, 70 tezlikning orasida ketyapsiz, xalastoyga bitta tashiysiz, nomiga tormoz bosasiz, gazdan oyoqni olib, rul mana shunaqa holatda qaltirayotgan bo'lsa, bu aporniydan bo'ladi. Aporni almashtirish kerak. Jentralarda ko'p bo'ladi, rulni burayotganda rul qotib burilayotgan bo'lsa yoki bo'lmasam oxirgacha burganda g'o'ng'illagan do'sh grubi chiqayotgan bo'lsa, bu gidravlika nasosdan. 60, 70, 80 orasida ketyapsiz, gaz bosib обычный haydayapsiz, tormoz bosmayapsiz. Обычный haydab ketyapsiz, rul qaltirasa yoki da bo'lmasam sal mo'rda o'ynaydi, ana o'sha payt balonni balansirovkasi qochib ketgan, balansirovka qilish kerak. Mashinada bo'ladi, lekin Spark elektronida juda ko'p bo'ladi. Rulni burib, chuqurlardan o'tganda polni tagida, mana shu joydan, mana shu oyog'iga lo'qillagan do'sh beradi. Yoki bo'lmasam to'qillagan do'sh beradi. Rulovoy kolonka agar remontga chiqsa, remont qilinadi, yoki da bo'lmasam rulovoy kolonka zibori almashadi. O'zingizning mashinangizda rulni ushab diagnoz qo'yishni o'rganib oldingiz, nima ketganini bilib oldingiz. Endi agar sizga rasxod qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada qo'ldan kelgancha muammoyingizni yozsangiz, rasxodini ham, nima ish bo'lishini ham qo'limdan kelgancha imkon qadar javob beraman. Bizda unaqa o'zini olib qo'yishlar yo'q.